Bijan Tursun, Seyfiddin Azizi ve Maynur Qasım kitaplarida Xitoychaga mazmun asosi o'xshab ketadi. Bu yerda lekin asli nusxasida biroz aldamchilik bor. Nabijan Tursunning kitobida ozroq o'xshamaslik bor. Buningga tuanda tushuncha beramiz. Endi biz 11 bitimning 10-moddasini jumla analiz qilaylik. Rasm 13 ga kelamiz. Rasm 13 ga. Aşağı to'g'ri aşağı. Ma rasm 13'te ma Nabijan Tursun jumla yuqoridagi moddani to'liq o'qimadim. Men har bir jumlani kes o'qiyapman. Ma Nabijan Tursunning beshi milliy armiya qismlar tashkillandi. Bu qismlarning to'ldirilishi doiraviy belgi bilan musulmon xalqlaridan bo'lishi shart. Seyfiddin Aziz milliy armiya qurishga ruxsat qilindi. Uni musulmonlardan to'liqlab prinsip deyman deb prinsip deb qo'yibman. Diqqat qilib beni pi deyman deb bir urqa prinsip qilishi shart. Maynur Qasım milliy armiya qurish ruxsat qilindi. U yerlik xalqlardan to'liqlash prinsip qilishi shart. Xitoychada musulmonlar deb bo'lgani. Endi mesela ben analizni başlayayım. Nabijan Tursunning kitobida ishlatgan Uyg'urcha asli nusxasida ko'z bo'yonchilik bor. 10-moddadagi ruxsat qilindi. Xitoycha junyi degan so'zlarni chiqarib atgan. Ruxsat qilindi deganni chiqarib atgan. Nima uchun chiqarib atdi? İkinci Cumhuriyet armiyasi bo'lsa, ikinci Cumhuriyet davlat armiyasi bo'lib qurilib bo'lgan muntizam armiya. Bu armiyani qurishga nima uchun Xitoydan ruxsat oldi? Xitoydan milliy armiyaning qurilishiga qaytadan ruxsat ilindi degan so'z milliy armiyani inkor qilgan bo'lmandi. Xitoyning milliy armiyani banditlar deb qara choplig'ini qabul qilgan bo'lmadi. Ikkinchi Xitoyning ruxsat qilindi degan bayonotini qabul qilish o'zi ikkinchi jumhuriyatni qonunsiz qilgan bo'lmadi. Xitoychiga junyi degan gap abishidiki degan so'zni bu yerga ma'nosi shaq o'ltirish degan gap bilan o'xshash. Ikkinchi jumhuriyatga bergan o'lim jazosi. Nabijan Tursun yozgandek ikki taraf yana jumhuriyat vakillari bilan Xitoy bu bitimni birma-bir so'zimsiz tekshirib chiqqan bo'lishi mumkin. Muşinandan Ahmetcan Qasım yetakchiligidagi ikinci Cumhuriyet yetakchilari va ziyolilar ikinci Cumhuriyetga osiylik qilib, ruxsat andin xalqni aldash uchun Uyg'urcha nusxasidan ruxsat qilindi degan so'zni ilib. Mushini o'qigan bir Uyg'ur menga 11 bitimga qo'l qo'yganlar vatanga xoinlik qilmadi deb so'zlayalamdi. Buni vatanni sotmadi, vatanga xoinlik qilmadi desak, nimani vatanni sotdi, vatanga xoinlik qildi deymiz? Rasm 14 ga kelinglar. Rasm 14. Bu ikinci cümleni ayılavatım. Sualınlar bu ahir, hemen sualınlara cevap verin. İkinci, Maynur Qasım'ın kitabıda işte. Bu armiya bu qitimqi vaqada qatnaşgan armiya tarafdan davlat armiyasining tuzilishiga asoslanib tuzib o'zgartib tashkil qilindi. Seyfiddin Azizning kitobida bu armiya bu qitimqi qo'zg'olonga qatnaşgan armiya tarafdan davlat armiyasining tuzilishiga qarab o'zgartib tashkil qilindi. Nabijan Tursunning kitobida bu milliy qismlar ixtilolchi deb olgan. İxtilol degan gapninkini oldingi qitim suhbatda to'liq tushundim, lug'atga so'zlarni elib turibdi. Bu milliy qismlar ixtilolchi harbiy qismlarni qaytadan davlat askari tarkibiga muvofiq qurish yo'li bilan tashkil qilindi. Endi men bu so'zlarni anaqman.
Ameliyatda Xitoychida Shibian deb olgan. Xitoy amaliyotda Xitoychida ikkinchi jumuriyat ozodlik harakatiga alohida e'tibor bergan. Buni bir cho'ng voqea deb olgan. Uni Shibian deb olgan, Shijian deb olmagan. Xitoychida Shibian degan bir salbiy o'zgarishni akildigan cho'ng siyosiy harbiy voqealarni banditlarning radikal qilmishlaridan paydo bo'lgan cho'ng buzg'unchiliklarni tasvirlaydi. Eski bosmun yo'g'on voqeani so'zlaydi. Shijian degan sal qarashga bo'ladigan, e'tiborga ilinmaydigan va tarixiy ahamiyati yo'q ishlarni ko'rsatdi. Uyg'urchada nurg'un yerlarda Shibian bilan Shijianni farqlantirmay o'xshash voqeada tarjima qildi. Lug'at kirsanglar shundoq. Diqqat qilmasak, mushu bir atalg'u bilan Xitoy bizni o'yini tibitalaydi. Misali Xitoychida 1937 yili 7 kuni Yaponiya Xitoyga tajovuz qilgan voqeani Chi Shibian deydi. Chi Shijian demaydi. Masalan, yana 1936 yil 12 kuni Zhang Xueliang, Yang Hucheng ikki general Zhang Jieshini qo'lga olgan harbiy siyosiy o'zgarishni Xi'an Shibian deydi. Xi'an Shijian demaydi. Misali Xitoy fevral qirg'inchilikning tarixiy ahamiyatini kamsitish uchun Arya Shijian deydi. Bu yerda Arya Shibian demaydi. Ve bunda Shijian deyish uchun fevral voqeaning tarixiy ahamiyatini kamsitish yo'q uchun bunda deb oldi. Nurg'un Uyg'urlar bilib yoki bilmay fevral voqeasi deb xato atalg'u ishlatdi. Bunga diqqat qilish. Bu bevosita Xitoycha Shijian degandan tarjima qilgan. Uyg'urlar cho'qim fevral qirg'inchiligi deb ishlatish kerak. Maynur Qosimning kitobida ikkinchi jumuriyatni sudlashtirish uchun voqea deb olgan. Bunu tushunishli. Chunki bu kitob avval Xitoycha yozilib, andin Uyg'urchaga tarjima qilingan. Milliy armiyani voqeaga qatnashgan armiya deyish orqali milliy armiyaning salohiyatini bir kichik to'planchilarga aylantirgan. Sayfiddin Azizning kitob Umr dastonida qo'zg'olonga qatnashgan armiya deb olgan. Xitoycha qo'zg'olon degan so'zni ishlatishga yo'l qo'yishning sababi Xitoy bu nimishqa sayfida qo'zg'olon degan gapni ishlatishga sababi Xitoychada qo'zg'olon degan so'zning manlaq ikki qo'sh ma'nosi bor. Birinchi, aksiyatchi hukmronlikqa qarshi o'tkazilgan qurolliq harakatni ko'rsatadi. Masalan, burunliqqa Mao Zedong Chiang Kai-shek qarshi harakatni o'sha qo'zg'olon deydi. İkincisi bir guruhning qisman qurolli kuchlari yoki armiyasi o'z tavalligidagi guruhlarga osiylik qilib qarshi kuchga taslim bo'lgan ahvolni ko'rsatdi. Ahmadjon Qosim yetakchilikka rahbar va ziyolilar Xitoylarning ko'z qarashida ikkinchi jumuriyatning mustaqilligiga osiylik qilgan bo'lg'achqa ular ikkinchi butun xalqni bular bir qism butun xalqni iqimga osilligi Xitoy qaytilishga ma'qul bo'lg'achqa qo'zg'olon degan so'zni yuqoridagi ikkinchi ma'nosiga uyg'un keldi. Shuning uchun Xitoy qo'zg'olon degan so'zni Sayfiddin Azizning kitobida ishlatishga yo'l qo'ygan. Yuqorida Maynur Qosim bilan Sayfiddin Azizning kitobi butunlay Xitoy nazoratida yozilgan desak, Nabijon Tursun kitobida qo'llangan 11 bitimning asli nusxasi Ahmadjon Qosim yetakchiligidagi rahbarlar va ziyolilarning qalamidan yozilib chiqqan. 11 bitimning 10-moddasida Uyg'urchada lalchi harbiy qismlar deb olgan. Bu ifodaning kamchiligi lalchi degan bir davlatning fuqarolari shu davlatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy qurilmasini o'zgartirishni maqsad qilgan qurolliq harakat. Misali, Xitoyda Gumsandan Gomindangni og'dirib tashladi. Bu shu davlatning ichidagi bir turkum fuqarolar yana bir fuqarolarni og'dirgan harakat. Masalan, Rossiyada burungi inqilobi, Ruslar Leninlar Charu partiyasini og'dirib tashladi. Umuman shu davlatlarning fuqarosi bir o'zining davlatidagi bir hokimiyatni og'dirgan harakat. Fransiya inqilobi shu. Bu tajovuzchini qo'g'lab chiqarib
o'z davlatini mustaqillikni asliga keltirishni maqsad qilgan qurolli harakat bilan mohiyatli farq. Shu ixtilolchilar degan bu davlat ichidagi ziddiyatni hal qiladigan harakat. Mana rasm 15 ga ekranga. Rasm 15 ga. Yani to'rak tushiramiz. Lug'at tilga Uyg'urchaga. Ana. Mana ixtilolchi, mana lug'atniki. Yo'q, lug'at va qo'landa akagizga aytmoqlar. Lug'atniki ma'nosi ixtilolchi degan mana bular buzilish, zidlashish, ixtilol topmoq, buzilmoq, zidlashmak, rahmlanmak, shikastlanmak. O gapni tushundingizmi? Zahmlanmak, shikastlanmak deydi. Shikastlanmakni to'liq tushunib ketmadim men. Shikastlanmak mana rahatsiz, dil azar bo'ladi. Rahatsiz bo'lganda. Mana bu bo'lsa davlat ichidagi ziddiyat portlab, shu davlatning hukmronligi bir guruh fuqarolardan yana bir guruh fuqarolarga almashish bosqich. Masalan, Rossiyada Komünist Şavro Partiyası Leningrad Gomindan Gongsan'da o'tganga o'xshash. Bu şu devlet o'zidan yetishib chiqqan ziddiyatlarni va qo'zg'olonlarga qatnashgan askarlarning masalasini shu davlatning yangi sistemasida o'zgartirib hal bo'ladi. Masalan, Chorosiya askarlari Sovet ittifoqining askariga o'zgardi. Gomindanning askari Gongsandanning askariga o'zgardi. Iran podsho davridagi askarlari keyin hozirgi Iran askarlariga o'zgardi. Tacavuzchiga karşı hareket bulsa, yat devletler senin devletini işgal kılgandan keyin barlıkka kelgen ziddiyetini hal kılış için ilip bargan kurallık hareket ve bu ziddiyet tacavuzchini bütünle qo'g'lab chiqarish orqali hal bo'ladi. Bu ziddiyetni hal qilish için tacavuzchilarning askarini yo'qtidi yoki qo'g'lab chiqardi yoki o'z davlatiga yondirib yetdi. Masalan, meğer nur uruş bolsa, kolga ilinganlar bir-birisiga askarlarni yandırığı şuna o'xshaydi. Bu 11 bitimning hech birisida milliy armiyani Cumhuriyet armiyasi deb ola olmagan. Bunun orqali 10-modda milliy armiyaning ikkinchi Cumhuriyetning muntazam armiyasi degan mohiyatlik xususiyatini va rolini ilib tashlab, uni Xitoy rayonidagi banditlar qo'shiniga aylantirib qo'ygan. 11 bitimning 10-moddasida ixtilolchi harbiy qismlar deyish orqali ikkinchi Cumhuriyetning mustaqil harakatini Xitoyning ichki ziddiyatiga aylantirgan. Bu cümle kendiki qaytadan davlat askari tarkibi muvofiq qurish yo'li bilan tashkil qilindi degan jumla yezish uchun yoshurma tayyorligi. Mana Xitoylarda Beozli Pianfa deydigan bir gap bor. Burun Xitoylarda pajisha ayollar ömrü to'y qilmaydi, o'lib ketganda ama qabrisining to'piga Pakız men hayatım bir erge tegmeganda pak degan bir xatni yozib qo'ydi ekan. Shuning uchun Xitoylarda ashunday barliq askarlikni qilib, eng oxir o'zini nihoyat yaxshi ko'rsatgan bir ahvolni Beozli Pianfa deb yozib qo'ydi. Shuning o'xshash ma'la bütün satqınlıqni setib, məyədə Uyğurlara bunda addi gaplar tushiradi. Buni analiz qilgandan keyin bu moddadagi ixtilolchi harbiy qismlarni qaytadan davlat askari tarkibiga muvofiq qurish yo'li bilan tashkil qilindi degan gapning ma'nosini endi hozirgi bizning yaplaq tilda men aytib beray, mundaq degan gap. Bizning 40 ming muntazam armiyamiz Xitoy tajovuzligiga qarshi emas, faqat zulmga qarshi turgan. Bizden 40 ming muntazam armiyamiz endi 900 Xitoyning armiyasiga taslim bo'lib, Xitoy armiyasiga o'zgartirilib, Cumhuriyetni Xitoyning mustabidchiligiga o'tkazib berildi. Mana bu cümlenin Uyg'urcha ma'nosi mana tushunsanglar. Mana bu bo'lsa bu cümlenin asli ma'nosi. Mushuni o'qigan bir Uyg'ur menga, bir Uyg'ur menga 11 bitimga qo'l qo'yganlar vatanga xoinlik qilmadi deb so'zlayalamdi. Buni vatanni sotmadi, vatanga xoinlik qilmadi desa, nimani vatanni sotdi, nimani vatan xoinlik qildi deymiz?